juda ko'plar savol berib, har safar implant qo'ygandan keyin, spiral qo'yganimdan keyin Nigor opa qaysi biriga 100% kafolat berasiz? 100% kafolat degan narsa yo'q, chunki baribir inoroddniy telo biz organizmga qo'yamiz. Implantni qo'lga joylaymiz, единственный spiralni matkani ichiga. To'g'ri, implant spiraldan ko'ra ko'proq odamlarga tushyapti, lekin baribir tushmayotgan holatlar ham kuzatiladi. Demak, implant qo'yayotgansa har doimgidek mahalliy og'riqsizlantirish bilan chestni atsak berasan, og'risa aytasan, xo'p? Kuchli og'risa ayt. Birinchi ukol sezildi, baribir jo'natiladi. Ukolni qotganda og'riydi. Chunki baribir teriga qo'yamiz, teriga yuboramiz. Organizm baribir reaksiyasi. Tak, implantni o'zini qo'yayotganimizda og'riq deyarli bo'lmaydi. Все, qo'yib bo'ldik.